99% inson qanday tabiiy davolanishni bilishmaydi. Har bitta tabiiy davolanasmi, boshqacha ximik dorilar bilan davolanasmi, albatta arpa suvini iste'mol qilib, keyin davolanadigan bo'lsangiz, tanangiz demak yayrar ekan. Har qanaqa kasalliklarda bemalol arpa suvini iste'mol qilishingiz mumkin ekan. Buning uchun nima qilamiz? Men o'rtacha olaman, mana 1 choy qoshiqcha miqdorda, 2 choy qoshiqcha miqdorda soldik va taxminiy 200-250 gram qaynagan suv oldik. Bunga 1 choy qoshiq miqdorda demak asalni, toza asalni sovuramiz. Bu arpali asalli suv hisoblanadi. Demak 250 gram miqdorda suv soldik va buni yaxshilab aralashtiramiz. Ushbu videomizni har xil tez infeksiya kasalliklariga chalinadigan, ko'p antibiotik oladigan hamda semirib ozmoqchi bo'lgan insonlaringizga, do'stlaringizga jo'natib qo'ying.